Bu videoni oxirigacha ko'rmasanglar, o'simliklarni himoya qilishdagi qiladigan xarajatingiz havoga uchib ketish ehtimoli baland. Assalomu alaykum. 2026-yil ekin maydonlariga kelganmiz. O'simliklarni kasalliklardan, zararkunandalardan, shu bilan birgalikda begonotlardan himoya qilishda ko'p holatlarda gerbitsidlar, insektisidlar, shu bilan birgalikda fungitsidlarga ehtiyoj seziladi. Hozirgi kunda mana shu ekin maydonlarida kasalliklar, zararkunandalar, shu bilan birgalikda begonotlar mana chiqish arafasida begonotlar o'zi chiqib turibdi, lekin kasalliklar mana uncha-muncha mayda hasharotlar uchib yuribdi. Mana shu ekin maydonlarini kasalliklardan, zararkunandalardan himoya qilishda dorilarga ehtiyoj seziladi, lekin hech kim e'tiborga olmaydigan asosiy jihatlar bor. Mana shu dorilarni qo'llayotganda dorilarni ishlamasligining ehtimoli baland bo'ladi. Sabab bor. Hozirgi kunda yog'ayotgan yomg'irlarda, shu bilan birgalikda ekin maydonlariga kirib kelayotgan suv havzalarida, ariqlarda kelayotgan suvlarda pH ko'rsatkichlari yuqori bo'lib ketgan. Misol 8,5, 9 gacha chiqib ketgan joylari bor. Mana shu pH ko'rsatkichlarga jiddiy e'tibor bermasanglar, ekinlarni himoya qilishda, shu bilan birgalikda mineral o'g'itlarni berishda juda katta zararlar kelib chiqishi mumkin. Sababi o'simliklarni ozuqa o'zlashtirishida tuproqdagi pH muhiti neytral bo'lishi kerak. Shu bilan birgalikda zararkunandalardan, kasalliklardan va begonotlardan himoya qilishda o'simliklarni preparatlar qo'llayotganda suvi pH ko'rsatkichlari ham neytral bo'lishi kerak. Mana shu holatlarni hozir sizlarga raqamlarda, tahlillar asosida maxsus asboblarimizda ko'rsatib beramiz. Bu videoni 3-4 qismli qilib ishlamoqchimiz. Mana shu videolarimizni oxirigacha kuzatib boringlar. Sizlarga bu videolarimiz mavsumni oxirigacha foydasi tegish ehtimoli juda yuqori bo'ladi o'rtoqlar. O'simliklarni himoya qilishda suv pH ko'rsatkichlari ishlatiladi. O'sha suv pH ko'rsatkichlarini hozir ko'rsatib beramiz. O'zi neytral ko'rsatkichlar qanaqa bo'ladi, qaysi ko'rsatkichlarga qarab turib dorilar ishlashi va dorilar ishlamasligini taxmin qilib, prognozlar qilib turib, ularni neytralga keltirish, neytral holatga keltirish haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. O'sha hozir mana suv havzasiga keldik, suv olinadigan joyga, oldiga oddiy suv olib ko'rsatib beraman. Mana bu ekin maydoniga mana shu ariqdan, mana shu ekin maydoni mana shu ariqdan suv ichadi. Undan tashqari mana shu ariqdan o'simliklarni himoya qilishda pestitsidlardan foydalanayotganda mana shu suv olinadi va mana shu ekin maydonlariga dori sepiladi. Endi hozir sizga ko'rsatib o'taman. Sizni pH ko'rsatkichi qanday bo'ladi? Shu bilan qanday qo'llaniladi, qanday keltiradi, shuni ko'rsatib hozir samarali bir video qilib ko'rsatamiz. Hozir apparatimizni olib kelib ko'rsatib tushuntirib beraman. Ko'pchilik professional agronomlar, bundan tashqari dehqonlar ham biladi, suv pH ko'rsatkichlari qanday bo'ladi, pH metrlarda qanday ishlatiladi. Mana shu haqda hozir ko'rsatib o'tamiz. Shu mana shu apparatda o'lchanadi pH metrda. Hop, bu asosan shu suv pHini, shu bilan birgalikda temperaturasini, haroratini, elektr o'tkazuvchanligi AC deyishadi va suv qattiqligini ham o'lchaydigan asbob bo'lganligi uchun hozir mana ko'rsatib, mana o'zi yaqinroqdan ko'rsatsangiz, pH ko'rsatkichi mana turibdi. O'zi o'ynayapti. Endi havoli muhitdagi pH o'lchashga harakat qilyapti. Buni o'lchash uchun kamida 5 daqiqa ketadi. Mana shu holatda baklashga idishlarda, maxsus bankalarda yo'qsa o'sha plastmas idishlarda suv olib turib, pH o'lchash kerak o'zi. pH mana ko'tarilyapti. Sekin-astalik bilan ko'tarilib boryapti. O'shanga qarab hozir oxirgi yakunini ko'ramiz. 5 daqiqa kutib turamiz. 2 minut o'tdi, ko'ryapsiz, 7.6 ga chiqdi. Hozir yana oxirigacha chiqib to'xtashini ko'ramiz. Jamshid aka, pH metrdan barcha dehqonlar foydalanish kerak ekanda, fermerlar. Bu pH metr haqida ham alohida to'xtalib o'tamiz. Bu pH metr endi bu yog'iga hamma dehqonning qo'lida bo'lishi kerak bo'lgan asbob. Misol uchun mana hamma dehqon, ko'pchilik dehqonlar qo'lida ketma asosiy asbob sifatida ishlatiladi. Misol uchun ekin maydonlarida traktor asosiy texnika sifatida ishlatiladi. Ana endi mana bunday apparatlar ham bu o'sha har bitta
agropreparat sotadigan do'konlarda ham bo'lish kerak. Undan tashqari o'sha dehqonlarimizda ham bo'lish kerak. Bu mana shu hozirgi suv pH'larini, pH ko'rsatkichlarini o'lchab turib, shu kislotalilik va ishqoriylik muhitini o'lchab turib, ekin maydonlariga sug'oradigan suvlarni ham shu asbobda o'lchab turib sug'orish talab etiladi. pH neytralga keltirib turib va undan tashqari dori sepadigan vaqtlarida ham, dori sepish vaqtlarida ham shu etiklik mana shu pH ko'rsatkichlarga e'tibor berib turib, dorilarni sepish yaxshi samarali bo'ladi va pulliga havoga uchib ketmasligi ta'minlanadi. Ko'p jihatdan. Arzimagan pulga buni sotib olib, juda ko'p pulni ekonom qilish mumkin bu. Arzimagan deganda endi bu milliondan qimmatroq turadi. Yaxshilari bor, misol uchun bu 2 million, 2,5 milliondan qimmatroq turadigan apparat bo'lganligi uchun shunaqa pH ko'rsatadigan apparatlar bor. O'sha 1 million, 2 million atrofida shuni sotib olib, o'sha mavsum davomida ishlatib, foydalanib ishlatishsa bo'ladi. Misol Jamshid aka foydali narsani 1-2 millionga dehqon sotib olsa ham, buni yillar davomida keyin foydalansa bo'ladi. Misol 1 yilda qanchadir zarardan ko'ra qutqarib qolishi mumkin shu apparat dehqonlarni. Ko'rsa, bizni kutmagandik, biz 8 bo'ladi deb kutgandik. Bu 8.4 ga chiqib ketib qoldi hozir. Endi buni pashini tushirib olish ham hozir to'xtagandan keyin ko'rsatib boramiz. Jamshid aka, o'zi mana 8.4 bo'lib ketdi. O'zi 8.5 ga qarab ketyapti. 8.5 da ishqoriylik darajasi suvni o'ta ko'tarilib ketgan hisoblanadi. Mana ko'p ekinlarni o'zida ham 5, 5,5, 7 gacha bo'lgan suvni o'zlashtiradi, yerdan o'zlashtiradi. Undan tashqari ko'pgina pestitsidlar, fungitsidlar, gerbitsidlar, insektisidlar, insektokaritsidlar ham o'sha ishlashi uchun pH ko'rsatkichi o'sha ular uchun neytral bo'lgan, o'sha eng past kislotalilik muhiti bo'lgan, o'sha 5,5 dan 6-7 gacha bo'lgan ko'rsatkichlarda yaxshi ishlaydi. Hozir bularni o'sha batafsil ma'lumot sifatida aytib o'tib ketamiz. Gerbitsidlarga alohida to'xtalamiz, fungitsidlarga alohida to'xtalamiz, insektisidlarga alohida to'xtalib o'tib ko'rsatib ketamiz. Jamshid aka, hozir siz aytishingiz bo'yicha shu 8.6 pH bilan, misol 8.7 bilanmi? Siz aytmoqchisizki, hech qanaqa preparat suvga aralashtirib sepsa ishlamaydi demoqsiz. Shunaqami? Mana preparatlarni aytaylik, hozir ham ko'rsataman sizga. Misol uchun mana Impact Gold preparatimiz bor. Bu Impact Gold preparatimizni ishlatish uchun ham oldin avval birinchi suv pH'ini o'lchab olishimiz kerak. Bu Impact Gold preparatimiz ham misol uchun fungitsidlar asosan aytaylik pH ko'rsatkichlari 5 dan 6,5 gacha, 5,5 dan 5,5 dan 6,5 ko'rsatkichgacha bo'lgan neytral muhitlarda ishlaydi. Mana shuni ham alohida to'xtalib o'tamiz. Hali fungitsidlar bor, alohida mavzu. Shuning uchun biz oxirgi videomizni ko'ringlar deb aytib o'tib ketyapmiz. Hozir suv pH'ini to'xtab olsin, o'zini o'sha eng yuqori cho'qqisi to'xtaydigan cho'qqisiga kelgandan keyin alohida yana to'xtalib o'tamiz. Ko'tarilishda hali ham davom etyapti. Biz mana ko'ryapsiz, 8.9 ga chiqdi, shu holatda qotdi. Shu yana ko'tarilsa 9 ga ko'tarilishi mumkin. Mana shu holatda hozir pH balansimizni ham ochib ko'rsatamiz. O'zi pH balans suvlarimizni o'sha ishqoriylik muhiti, kislotalilik muhiti va ishqoriylik muhitida o'sha ishqoriylik muhitni normalga keltiradigan, hozirgi kunda O'zbekistonda o'sha ishqoriylik suvli ko'p. O'sha tabiatda o'zida ham, yog'ingarchiliklar, qorlarda ham, bo'lmasa yomg'irlarning o'zida ham pH ko'rsatkichlari 8 ga chiqib ketib qolyapti. Yomg'irning o'zida ham mana hozir oqib kelayotgan suvdan ham oldik. Shu 8 mana 9 ga qarab ketyapti. Bu preparat, bu pH balansimiz o'sha suvlarni ishqoriyligini normalga keltiradigan, neytralga keltiradigan pH balans dorimiz. Hozir mana shuni qo'llaymiz, tomchilatib qancha miqdorda ketishini haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Hozir buni 1 grammga to'g'irlab olamiz. Suvimiz miqdori kamligi uchun. 5 grammlik shpris. 5 gramm, 5 grammlik shprisda mana 1 grammga hozir tomchilatib ko'rsatamiz. Mana birda turibdi. Endi buni tomchilab berayotganimizda qanaqa bo'ladi? Aytaylik 5 ta 6 ta tomchi o'sha 1 grammni
0,2 ga teng hisoblanadi. O'shaning uchun shu tomchilarda ko'rsatib turib, sekin astalik bilan necha tomchi tushganda shu proporsiyalarni chiqarishga ham, hisoblashga ham oson bo'lishi uchun hozir o'zi sarf me'yorlari ham preparatimiz o'zida ko'rsatilgan. Aytaylik 10 litr suvga 5 mg dan 10 mg gacha, misol uchun bu 10 litr suv hisobida ko'rsatilgan va 1 gektar maydonga shu odatda juda ko'p ekin maydonlarida shu 300 litr suv ishlatilinadi. Shu 300 litr ishlatish o'zi maqsadga muvofiq, shu haqda ham ma'lumot berib o'tib ketaman. O'sha 150 gramdan 300 gramgacha ishlatilinadi. Hozir mana biz ham shu pashni mana yaxshilab ko'rsatib qo'ying. Mana 9 ga chiqdi. Shu 9 da tushunishim bo'yicha shunda qotdi, to'xtadi. Endi hozir alohida ko'rsatib o'tamiz. Ikki, 3, 4, 5 ta. Ko'ryapsiz, pash balans aralashgani darhol sezilyapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz, 9 dan 7 ga tushdi. 5 daqiqa kutamiz. Azbe mana boyagi pash ko'rsatkichimiz 607 da to'xtadi. O'sha sal sekin o'ynayapti. Yana hozir 5 ta tomchi qo'shib ko'rsatib o'tamiz. 1, 2, 3, 4, 5 ta. 6 ta bo'lib ketdi. Pastlashni boshladi. Ha, pastlashni boshladi. Azbe mana ko'ryapsiz, 507 ga tushdi. Hozir buni yo 5 ga yoki 5,5 o'ziga tushirishga harakat qilib ko'ramiz. 5 ga tushirishga harakat qilib ko'ramiz. Yana bir 2-3 tomchi tushiramiz, solamiz. O'shanga qarab holatini ko'rib, o'rganib, keyin yana batafsil ma'lumot aytib o'tamiz. 1, 2, 3 va 4-chi ham mayli. Jamshid aka, hozir endi shu suv ishchi holatiga keldimi, ishlaydimi? Ha. Mana shu endi dori preparatlarni qo'llasa bo'ladigan holatga keldi. Hozir bu to'g'risida asosiy batafsil ma'lumot aytib o'tib ketaman. Hali oldinda beradigan ma'lumotlarimiz. Yozilganidagi aytaylik 5 gramdan 10 milligramgacha ko'rsatilgan. Bizi asosiy aytmoqchi bo'lgan gapimizga endi to'xtalib o'tamiz. Boyagi 9 aytaylik suvlarni pash ko'rsatkichlari 7 dan baland bo'ladigan bo'lsa, dorilar ishlamasligi juda yuqori. Umuman ishlamaydi desak ham bo'ladi. Shuning uchun o'sha ayrim holatlarda juda ko'p o'sha shikoyatlar, murojaatlar kelib tushadi, dorilar ishlamayapti degan. Suvlarni mana shunaqa pash balanslarni qo'shib turib, mana bunaqa pash balanslarni qo'shib, suvlarga pash balanslarni qo'shib turib, qo'llasanglar dorilar ishlashi mumkin bo'ladi. O'sha dorilarning o'zi asosiy ishlashi suv pash ko'rsatkichlari 5 dan 6,5 gacha bo'lgan ko'rsatkichlar. Endi hamma gerbitsidlarda alohida yo'nalish bor. Bu ko'rsatkichlar bo'yicha fungitsidlarda alohida yo'nalish bor va shu bilan birgalikda insektisidlarda alohida ko'rsatkichlar bor. Videoni davomini
kutib qolinglar. Tez orada o'sha insektisidlar uchun qanaqa ko'rsatkichlar qo'llaniladi, etiklik, gerbitsidlar va fungitsidlar uchun qanaqa ko'rsatkichlar qo'llaniladi. Mana shu haqida batafsil ma'lumotni keyingi videolarimizda ko'rsatib boramiz o'rtoqlar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Sizlarga yana ham manfaatli videolarni qo'yib boramiz. Bizani albatta qilayotgan mehnatlarimizni, sizlarga berayotgan ma'lumotlarimiz yoqqan bo'lsa, layklaringlarni ayamaysizlar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Bizani kuzatib boruvchi qadrli dehqonlar, fermerlar, pash mavzuyimiz suv ishqoriylik va kislotali mavzusi davom etadi. Suvlarni mana shunaqa avval suvlarni pashini o'lchab turib, biz bundan avvalgi videolarimizda ko'rsatib o'tganimizdek suv pashini o'lchab turib, undan keyin o'sha pash ko'rsatkichlarini ko'rib turib, agar pash ko'rsatkichlari neytraldan yuqori bo'ladigan bo'lsa, hozir insektisidlar uchun neytral ko'rsatkichlarni aytib o'tib ketamiz. Neytraldan yuqori bo'ladigan bo'lsa, pash balanslarimizni qo'llab turib, o'sha undan keyin dorilarni, insektisidlarni qo'shish tavsiya etiladi. Xo'p, pash ko'rsatkichlari o'zi qanday, insektisidlar uchun pash ko'rsatkichlari qanday bo'ladi? Mana shu haqida ma'lumot berib o'tamiz. Endi eng avvalo bu pash ko'rsatkichlarini o'lchab bo'lgandan so'ng gektariga o'rtacha hisobda 300 grammgacha ketadi. Har 10 gektar hisobi. Lekin yana bitta shu joyda maslahat berib ketaman. Ko'pchilik dehqonlarimizga sal xato suvlarni, dorilarni eritayotganda, suvlarni gektariga ishlatayotganda sal xatoliklar ketyapti. Bu aynan traktorda ishlatayotganlikda, shu hozir endi dronlar chiqib ketgan, samolyotlar chiqib ketgan, ularda sal boshqacharoq hisob-kitob qilinadi. Men traktorda sepadigan o'xida yoki bo'lmasa o'sha shtangoviy apreskivitellarda sepadigan dori sepkichlarda ishlatiladigan dehqonlarimiz uchun muhim ma'lumot sifatida aytib o'tib ketaman. Xo'p, gektar 300 litr suv sepish yaxshi samara beradi. Xoh ekinlarimiz kichkina bo'lsin, xoh katta bo'lsin, 300 litrli me'yor, sarf me'yor, suv sarf me'yori dorilarni qo'llayotganda 300 litrli sarf me'yor juda yaxshi effekt beradi. Endi o'sha pash balansi me'yorga keltirgandan keyin insektisidlarni qo'shayotganda o'sha yaxshi neytralga keltirish formasi ko'rsatkichni aytib o'tgaman. Insektisidlarni yaxshi ishlashi uchun pash ko'rsatkichlar asosan 5,5 dan 6,5 gacha bo'lib hisoblanadi. Endi ayrim holatlarda 7 ko'rsatkichga chiqqanda ham ishlaydi, lekin asosiy neytral ko'rsatkich 5,5 dan 6,5 gacha bo'lgan ko'rsatkichlar ana shu dorilarimizni yaxshi samarali ishlashini ko'rsatib beradi. Agar pash ko'rsatkichlar o'sha 6,5 dan baland bo'ladigan bo'lsa, dorilarni ishlash samaradorligi ham sekin astalik bilan pasayib, oxir umuman borib ishlamasligi mumkin. Mana shuni e'tiborga olib qo'yasizlar, hurmatli dehqonlar. Bizani yana kuzatishda davom etinglar. Bundan keyingi videomiz gerbitsidlarga bag'ishlanadi. O'sha gerbitsidlarda pash ko'rsatkichlari qanday bo'ladi va u joyda yana boshqa ko'rsatkichlar bor. Shu haqida ham batafsil ma'lumotlarni berib boramiz. Bu videomiz fungitsidlarga bag'ishlanadi. O'sha bundan avvalgi videolarimizda ham aytib o'tganimizdek, insektisidlar, gerbitsidlarda ham o'sha pash balansini qo'llab turib, shu suvni neytralga keltirishda, o'sha neytral ko'rsatkichlar, o'sha norma ko'rsatkichlar, normal ko'rsatkichlar keltirish haqida ma'lumot berib o'tgandik. Endi fungitsidlarda ham o'sha o'zini bir qator guruhlari bor. Misol uchun fungitsidlarni 3-4 xil guruhlari bor. Mana shu fungitsidlarning 3-4 xil guruhlariga qarab turib, pash ko'rsatkichlari alohida ko'rsatkichlarga bo'linadi. Misol uchun aytaylik, oltin gugurt tarkibli, shu bilan birgalikda mis tarkibli fungitsidlarimiz bor. O'sha bizning Agrigol kompaniyasida ham o'sha Methalorok, shu bilan birgalikda Malham Gold preparatlari va shu bilan birgalikda Seragold preparatlarimiz bor. Mana shu Seragold preparatlarimizni ham qo'llayotganda, o'sha uchun suv pash ko'rsatkichlari, misol uchun kuchsiz kislotalilik muhit, misol uchun aytaylik 4,5 ko'rsatkichligiga tushirib turib ham qo'llash yaxshi samara beradi. Undan tashqari boshqa fungitsidlarda, misol uchun boshqa fungitsidlarda asosan aytaylik 5, 5,5 va 6, 6,5, 7 ko'rsatkichlargacha bo'ladi. Endi o'sha uni ham baribir o'sha fungitsidlarimizni qo'llash jarayonida yana ham ko'rsatib, keyingi videolarimizda yana ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Asosan shu umumiy xulosa qilib aytganda, fungitsidlar uchun pash ko'rsatkichlari bu bo'ladi 5 dan 7 gacha ko'rsatkichlar bo'ladi. Mana shu 5 dan 7 gacha ko'rsatkichlarni suv pashini neytralga keltirib olgandan so'ng, undan keyin fungitsidlarni qo'shib turib, o'sha traktorlarimizga, maxsus dori sepkichlarimizga qo'shib turib
Bundan avvalgi videolarimizda biz o'simliklarga insektisidlarni qo'llayotganda pash ko'rsatkichlari haqida ma'lumot bergandik. Ana endi o'sha hozirgi kunda keng avj oladigan ko'pchilik begonotlarga qarshi bug'doy ekin maydonlarida, shu bilan birgalikda sarimsoq va piyoz ekin maydonlarida ko'proq qo'llaniladigan gerbisidlar haqida, begonotlarga qarshi kurashishda gerbisidlar haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Shu gerbisidlarni qo'llayotganda qanday pash ko'rsatkichlari bo'ladi? Mana shu haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Xo'p, hozir biz mana shu gerbistar preparatimizni, gerbisidimizni oldik. Shu bu turdagi gerbisidlarga qanday pash ko'rsatkichlari bor? O'zi gerbisid insektisidlardan farqli o'laroq gerbisidlarda va fungitsidlarda guruhlarga bo'linib chiqadi. Gerbisidlarni qo'llashda yoki bo'lmasa fungitsidlarni qo'llashda pash ko'rsatkichlari guruhlarga bo'linadi. Endi misol biz asosan ko'proq ishlaydigan umumiy xulosada bitta ko'rsatkichni aytib o'tamiz. U o'sha ko'rsatkichga to'g'ri amal qilishsa, gerbisidlar ham, undan tashqari fungitsidlar ham yaxshi ishlaydi. Xo'p, gerbisidlarda bir 4-5 xil guruhlarga bo'linadi. Gerbisidlar, misol uchun glifosat tarkibli preparatlarga, gerbisidlarga bu o'sha 4,5 ko'rsatkichdan 6,5 ko'rsatkichgacha yaxshi bo'ladigan bo'lsa, boshqa gerbitsid turlariga bo'ladigan bo'lsa, o'sha bir xillariga ayrimlariga 5 dan 6,5 gacha bo'lgan ko'rsatkichlar neytral bo'lib hisoblanadigan bo'lsa, ayrimlariga o'sha 5,5 va 6,5 ko'rsatkichlar yaxshi samarali bo'ladi. O'sha pash balans holatda O'zbekiston sharoitida eng normal holat qancha? Yo'q, O'zbekiston sharoitida deb aytilmaydi. Umumiy dunyoda qo'llaniladigan o'sha suv pash ko'rsatkichlari bo'ladigan bo'lsa, o'sha endi gerbisidlarda sal alohida masala, buni o'rganib qo'yishadi. Misol professional agronomlar buni yaxshi tushunishadi. O'sha agronomlarga yoki bo'lmasa o'sha professional do'konchilarga murojaat qilishsa, gerbisidni turiga qarab turib suv pash ko'rsatkichlari haqida ma'lumot berishadi. Uni biz ham endi misol qo'llayotgan o'zimizni misol uchun gerbisidlarimiz bor. Agrigol kompaniyasida, misol uchun Penexaden bug'doy ekinlari uchun aytilyapti. Penexaden shu bilan birgalikda Grand Gold preparatimiz bor. Shu bilan birgalikda aytaylik gerbistar preparatimiz bor. Keyin shu bilan birgalikda Yestar preparatimiz bor. Bu sullarga ishlatiladigan. Ana o'sha gerbisidlarni qo'llash jarayonida pash ko'rsatkichlariga alohida muhim eslatma sifatida ko'rsatib aytib o'tib ketamiz. Lekin umumiy ma'noda, umumiy xulosa qilganda o'sha boya aytib o'tganimdek, o'sha O'zbekistonda asosiy qo'llaniladigan gerbisidlar uchun o'sha 5 dan 6,5 gacha bo'lgan ko'rsatkichlar asosiy neytral ko'rsatkichlar bo'lib hisoblanadi. Mana shu suv avval pashi o'lchanadi, undan so'ng pash balans bilan qo'shib aralashma hosil qilib turib, suv pashini neytralga keltirib olgandan so'ng undan keyin gerbisid qo'shiladi. Ana endi yana bir muhim eslatma, bu suv qattiqligi, yumshoqligi degan narsalar bor, bu ko'rsatkichlar ham bor. Bu asosan tensimetr yoki bo'lmasa ppm ko'rsatkichlarda bo'ladi. Shu boyagi maxsus apparatlarimizda ppm yoki tensimetrlarda o'lchanadi. Gerbisidlar suvi qattiqligi 200 dan yuqori bo'lganda, ppm ko'rsatkichida hisoblaganda, suv ko'rsatkichi 200 dan yuqori bo'lganda gerbisidlar ishlashi sal qiyin bo'ladi. Shuning uchun gerbisidlarni suv ishlatishdan oldin suv ppm ni ham o'lchash kerak bo'ladi. O'sha ppm ni o'lchagandan keyin agar 200 dan yuqori chiqadigan bo'lsa, oddiy o'sha azot ishlab chiqaradigan zavodlarda ishlab chiqariladigan sulfat amoniy qo'shib turib ham suvi yumshoqligini o'sha neytralga keltirib turib, undan so'ng preparatlar qo'llash tavsiya etiladi. Shu asosiy xulosa bo'lib hisoblanadi. Mana shu gerbisidlarni qo'llayotganda pash ko'rsatkichlariga e'tibor beringlar, chunki bu sizlarni 1 yillik hosilinglarni himoya qilishdagi asosiy vazifa sifatida xizmat qilib beradi. O'sha begonotlar ekin maydonlarini bosmaslikda muhim vazifa bo'lib hisoblanadi. Shu bilan birgalikda o'sha moddiy jihatdan qaraganda ham, misol uchun pullarni iqtisod qilishga, shu bilan birgalikda havoga uchib ketmasligi, dori septimi nega ishlamayapti dorilar degan savollarni tug'dirmaslikka bu xizmat qilib beradi. Shuning uchun ham alohida mana shu ko'rsatkichlarni sizlarga video ma'lumot sifatida aytib o'tdik. Agarda videolarimiz manfaatli bo'lsa, dehqon tanishinglar bilan, fermer tanishinglar bilan, bog'bon tanishinglar bilan ulashib qo'yinglar va bizga albatta layklarni ayamasdan bosib qo'yasizlar. Bu biz uchun motivatsiya bo'lib hisoblanadi. Bu mavzularni nimaga biz ko'tardik? Mana shu haqda ham to'liq aytib o'tdik. Videoyimizning so'ngida to'liq ma'lumot berib o'tib ketdik.
o'sha boshida ham aytib o'tganimizdek, hozir ham yana takrorlab aytamiz, takror aytamiz. Sabab bor takrorlashimizga o'sha dorilarni ishlamasligi uchun, ishlamasligida muammolar kelmasligi uchun aytib o'tib ketyapmiz. Eng avvalo o'sha o'zingizlarni ekin maydonlarini butun respublika bo'yicha ham tavsiya etiladigan pH ko'rsatkichlarni tekshirib turib, undan keyin dori preparatlarni qo'llash tavsiya etiladi. Agarda shu narsalarga e'tibor bermasanglar, doriga qilayotgan xarajatingiz, traktorlarga ketadigan xarajatingiz yoki bo'lmasa ishchi yollab turib, unga septiradigan xarajatingiz, shu bilan birgalikda o'sha traktorlarga dorilarga qiladigan xarajatinglarning hammasi havoga uchib ketishi ehtimoli baland, chunki tabiatda o'zida suv pH ko'rsatkichlari mana bugun o'sha videolarimizda ko'rsatib o'tganimizdek 8-9 ga chiqib ketib qolgan. Bunaqa ko'rsatkichlarda suv pH ko'rsatkichlar dorilarni birortasi ishlamaydi, suv bilan to'g'ri reaksiyaga kirishmaydi. Endi ko'p dehqonlar bilan gaplashamiz, ko'p dehqonlar aytishadiki, avval suv bizni dorilarimizni suvga eritib olib, obdon erishi uchun ham yarim soat kutamiz, 1 soat kutamiz degan faktlarni aytishadi. To'g'ri, bu ham asosli bo'lishi mumkin qaysidir ma'noda, lekin eng avvalo birinchi shu tabiatdagi neytral ko'rsatkichlarga suvlarni tarkibini neytral ko'rsatkichlarga keltirib bo'lgandan so'ng, undan keyin o'sha dorilarni qo'llash yoki bo'lmasa eritib qo'yishi, undan so'ng amalga oshirishingiz yaxshi foyda bo'ladi. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Bundan keyingi videolarimiz xudo xolisa yana ham manfaatli bo'ladigan videolar chiqarishda davom etamiz. Bizlarni kuzatishda obuna bo'lib kuzatinglar. Shu bilan birgalikda videolarimizga layklarni ayamaysizlar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Bizlarni kuzatishda davom etinglar.